Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun videomizda man sizlarga Trompik saytidan o'rtali 100 tron chiqarib ko'rsatib bermoqchiman. Videoni to'xtatmay tomosha qilinglar va videomizga like bosib qo'yishni unutmanglar. Va shu videoni soatning ichida ko'rayotganlar kommentga yozib qoldiringlar. Menga juda ham qiziq o'rtoqlar. Shu bilan videomizni boshladik. Video saytdan ro'yxatdan o'tishni tushuntirib o'tadigan bo'lsam o'rtoqlar, saytdan ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Video ostiga opsiyadagi silka bilan kirsanglar, xuddi shunaqa o'yinga olib kirib ketadi. Botdan Sign Up tugmasini bosasizlar va botga username yoki isminglarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Ikkinchi yo'lakka elektron pochta manzili kiritishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi va to'rtinchi yo'lakka parol kiritishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni elektron pochtalarni parolni yozib, kapchani terib, Sign Up tugmasini bosasizlar. Men profilimga kirib olaman o'rtoqlar. Hozir 1 daqiqa. Success va biz profilga kirib oldik. Profilga kirganimizdan so'ng pastroqqa tushamiz o'rtoqlar. Har soatda beriladigan bonusimizni olamiz. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar. Har xil darajalar bor. Bu darajalardan sizlar yaxshi daromad qilsanglar bo'ladi. Ya'ni men hozir bronza o'yindaman, 40% darajamni bajarib qo'yganman. Agar master o'yiniga keladigan bo'lsak, juda ham zo'r daromadga chiqamiz o'rtoqlar. Master o'yini bu degani har soatda $5 ishlasanglar bo'ladi degani. Keyin o'rtoqlar bu yerda games o'yini bor. Ya'ni sizlar mana shu games o'yinlari orqali sizlar darajalarni mana bu darajalarni oshirib olsanglar bo'ladi. Darajani oshirish uchun ko'proq biz o'yin o'ynashimiz kerak bo'ladi. O'yinlardan bizga o'yinlarga qo'ygan balansimiz mana bu yerda hisob-kitob bo'ladi. Bu hisoblagandan keyin bizga 5000 tron bo'lganda bizda pul keyingi darajaga o'tish imkoniyati beriladi o'rtoqlar. Juda ham oson. Men bu haqida bir nechta taktikalar qilganman. Menga agar kimga taktika kerak bo'lsa, kommentariyada taktika so'zini yozib qoldirsanglar, men sizlarga taktikani Telegramdan tashlab beraman o'rtoqlar. Hech qanaqa problemalarsiz. Masalan, 12 ta o'yin bor. 12 ta o'yindan minus o'yini bor. Minus o'yindan ham har xil o'yinlar bor. Tushuntirib o'taman. 1600 qilamiz. Minani 5 ta qilamiz. Qani? Bet. Mina chiqdi. Yana bir marta mina chiqdi. Mina chiqqani yo'q. Qani ketdik. Bo'ldi, mina chiqdi. Xuddi shunaqa qilib mina chiqmasligini kutishimiz kerak bo'ladi. Agar mina chiqadigan bo'lsa, o'yinni to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Mana xohlagan kategoriyalarni belgilab ketasizlar. Masalan, mina chiqdi. Agar xohlasanglar mina chiqishidan oldin mana belgilaganlardan keyin to'xtatsanglar bo'ladi. Mana cash out'ni bosamiz va bizga 1.91 koeffitsient berdi. Bu ham yaxshi o'rtoqlar, juda ham yaxshi. Endi biz asosiy mavzuyimiz pul chiqarishga o'tamiz. Withdraw bo'limiga o'tsak, biz mana ko'rib turibsizlar o'rtoqlar, biz pul chiqarganmiz. Oxirgi marta 8 oy oldin chiqargan ekanman. Atak undan ham oldin chiqargan edim, adashmasam. 8 oyda 8 oy oldin 4 marta chiqargan ekanman. Men uncha bu saytga berilib o'ynamayman. Atak vaqt ketkizib agar taktika bilan o'ynasanglar juda ham yaxshi o'yinlardan biri o'rtoqlar. Men endi hozir payer adresimni qabul qilishim kerak bo'ladi. Mana payer akkauntimizga kirib oldik. Tronni bosamiz. Add money. Bu yerdan adresimizni kopirovat qilib olamiz. Bu joyga joylaymiz va withdraw joyiga bizda komissiya olib qolmaydi o'rtoqlar. 100 tronni yozamiz bo'ldi. Yo'q, olib qolar ekan. Mana shu joyiga ikkina qo'shib qo'yamiz. Withdraw bosamiz.
Xudo xohlasa bizani pulimiz chiqarib yuborildi. Mana bitta obnoyit qilib yuboramiz. Ko'rib turibsizlar, pending holatida turibdi va tepada ko'rib turibsizlar, Gmail pochtamizga xat kelgan. Bu per akkauntni xati ekan o'rtoqlar. Bizani pulimiz 24 soat ichida tushib keladi. Tushib kelishini bilan sizlarga skrinshotini Telegram kanalimda tashlab qo'yaman o'rtoqlar. Xudo xohlasa. Telegram kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanlar, Telegram kanalimga ham o'tib qo'yishni tavsiya qilaman. Video ostiga opsionida Telegram kanalim uchun link bor. Va o'z fikrlarini bilib almashishingiz uchun Telegram gruppamiz ham bor. U joyga ham o'tib qo'yishni tavsiya qilaman. Va mana shu video ostida kichkina video qilib chiqarib ham qo'yilgan Telegram manzillarimiz va o'sha yerga link orqali o'tsanglar ham bo'ladi o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda qolishni umid qilaman. Kattakon rahmat.